Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa mana hammomda ham bugun topkasini boshladik. Sizlar iltimos montaj qilganlaringda yaxshilab montaj qilaman. Maniga strani mashina bo'ladi ekan. Kabel o'rnatib ketibdi. Amanida dushoy paton bo'ladi. Bayda rozet nima kerak edi? Men ham ko'maradigan bo'ldik. Strani mashina mayli ham bor ekan, mayli tushadigan bo'ldi. Manida to'kib qo'yilgan bo'ladi, motor bo'ladi. Tepada ariston bo'ladi. Bir dona ham kabel yo'q. Hozir o'yib mana tashqaridan olib o'tyapti. Masalan, kiyimlarni zirklar bo'lish kerak. Unga ham podrozitni qilib qo'yish kerak ekan. Podsetkalar, zirklar. Unga ham kabel yo'q. Endi hozir akuna bo'lmagan bu. Men qarang, bo'lyapman. Bitta, ikkita включатель. Tashqarida bo'lish kerak, ichkariga ikkita qo'yib tomonni ichiga. Men bularni deyman. Shuning uchun montaj qilganda syomka qo'yish lozim. Kabel qaydan ketgan, qaydan ulangan hech kim bilmaydi. O kabel ulanmay ichiga. Bu tashqari chiqib ketgan, tashqari uzuk. Bu tomoni ham uzuk. Hozir ishlaydimi yo'qmi bilmaymiz endi. Hozir buni to'xtatib qilib, kafelga surtamiz. To'q panelga yopishtiramiz. Uzuk pozma bo'ladi. Buni montajlarni endi o'zimiz boshqatdan qilamiz endi. Shuning uchun iltimos yaxshilab qilinglar. Niyat etmang. Bo'lmasa santexniklar o'zlari qilib beradi. Bunlar hammomni remont qilayotgan odamlar. Hozir elektrik chaqirsa, elektrik endi vaqtim yo'q deyapti. Endi biz o'zimiz qilamiz endi. Bizga kelganda shunaqa bo'lyapti. O'shaning uchun montajni yaxshilab qilib o'yladi. Hammaga rahmat. Burun to'pkani boshladim men. Iloji bo'lsa gruntovkani apparatga sepiladi, validan ko'ra. Apparat sepsalar ham devorda o'yin chuqur joylarga, teshiklarga, yamalarga kirib ketadi. Valida kirmaydi. Ham apparatda tez bo'ladi, ham yaxshi sifatli bo'ladi ishlari. Napor bilan beradi, changlar ham yurib ketadi bu bilan.